Salom doktor, yaxshimisiz? Menimcha yuzim menga baqirayotganda har nafar nafas olayotgan vaqtim to'xtamayapti. Doktor, menimcha kuchliroq bir narsa kerak menga. Nafas olayotganda qiynalyapti ekan, to'g'rimi? Har bir nafas olayotganda demak o'pka. Zatrudnение вдыхания. Kuchliroq bo'lsa senga 6 doza beraymi ekan? 6 dozada o'zingga kelsang, bittada toppin, chunki o'zi aytayapti-da, menga ko'proq dozasi kuchliroq bo'lsin deyapti-da. Birdan davolasak bo'lar-ekan, bolalar. Men doktorga aylanib ketyapman-ey. Haqiqiy doktor o'pishlasam bo'ladimi deyman. Salom doktor. Menda раздражение bo'lyapti, ya'ni yallig'lanish bo'lyapti o'zidan o'zi. Odamlarga qarab gapirsam ham, ular nima qilmasam ham, nimadir yomon. Раздражение degan yallig'lanish, jahl chiqishda adashmasam, to'g'rimi? Odamlarga yomonlik qilmagan bo'lsa ham gnev bo'ladi adashmasam. Mana undan senga berib ko'raman. Yordam bersa berdi, chunki dorim ham tugadi, boshqa dorim yo'q uka. Почти izleycan deyap, boshqa dorim qolma. Menimcha shu ahvolda seni jo'natib beraman. Почти deyarli davolangan ahvolingda. Rangingiz yam-yashil bo'lib ketibdi. Salom doktor. Men o'zimni zreniyamdan xavotir olib boshlayapman. O'zimni yaxshi his qilyapman, lekin ko'zim u qadar yaxshi ko'rmayapti deydi. Josefina Grayson 30 yoshda ekan. Zreniya bilan muammo. Men bu razmitiyani zreniya bo'la. Bundan bo'ladi. 3 ta bersam sen davolanasanmi? Menimcha davolanasiz. Yaxshilandim deydi. Mana yana 2 ta beray. Meni smenam ham tuga. Ajoyib.